أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، بجن سورة النساء başlayacağız. Ötkenki Sure Bakara, Sure Ali İmran ikki sureninki umum mazmunlarini shu o'zimizda bayon qilib o'tgan. Suratul Baqara asosan ul mazmuni yoki shu surdan maqsad dinning ulini turg'izish, andin o'sha yahudiylar bilan bo'lgan ahvollar. Baqara asli bir asos voqelik oyat. Yahudiylar bilan bo'lgan munozara, shular qarta raddiya, mush ishlar asos qilingan. Ali İmran'da vaqti Necran keldinizmi? 80. ayet vaqti Necran bilan bo'lgan munozara raddiyaga chetilik bo'lishi mumkin. Bu Nasaralık raddiya. Sura Baqara Yahudilik raddiya. Surat Ali İmran Nasaralık raddiya. Buningda yana İsa alayhisalomning onasi, masalan, İsa alayhisalom tug'ilish jarayoni, uning inson ekanligi iloh emas. Shu narsalar bor. Buningdan boshqa din islomning ma'nosini, yana musulmonning ahvolini, uning qanday Alloh bo'ysundiganligi, andin Allohning dushmanlarini muvala qilmaslik degandek, andin ba'zi Badr Uhud janglarining voqealigi bayon qilingan. Ama Suratul Nisa'da asos ul mazmuni islom dinining tafsiliy ahkamlarini bayon qilish. Baqara, Ali Imronda ulni bayon qilgan bo'lsa, mana tafsiliy furuatlarni bayon qilishga yuzlanadi. Lekin shundadimi, mushu surada yana shu ilgirki suralardagi ba'zi to'liqliklari bor. Yani Yahudining, Xristianlarning kitobning voqealiklari, andin yani Uhud g'azoti munosabat gaplar bor. Umuman unda jahiliyatdagi bo'lgan odat, ashuni qoldiqlarini o'zgartirish uchun tafsiliy bayonini, masalan, miros deymiz, ayollar nikoh, taloq, mush ishlarni, hamma o'zgartirilgan joylarni bayon qilib kelgan. Shunda ayollarga munosabat ahkam, nikah, oila ishlari ko'proq ig'irlikni egallik uchun Suratul Nisa. Bu suralarning tartibi, oyatlarning tartibi tavqifi. Hozir unda nuqsak başta Suratul Fatiha, Qur'onning zot umum xulosasini shunday muqaddim shaklda xulosalab bergandek. Endi Suratul Baqara Yahudilardan bo'lgan jarayon, Surati Ali Imron Xristianlar, Suratul Nisa mustamal jahiliy bilan bo'lgan, endi mustamal jahiliylikka odatlarni islomning ikki so'z bayon qilgan ul asos bo'yicha o'zgartirishga qilgan harakat bunda kuzak. Lekin bunda nuqsa bir-biriga endi chekiladi. Endi bog'lanishlar bir butun gavda. Andin Surat Ali Imronning oxirgi oyati nimla oxirlashgan? Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu wattaqulloha la'allakum tuflihun. Taqvo. Alloh taolo taqvodarlik qilinglar deysizmi? Taqvo bo'linglar deb to'xtaganda. Ma suraning beshimondan ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi xalaqakum. Yani taqvodarlik qilaman deb ikkisi bog'lanadi. Yani kaga yerdan davomlashtirayotgandek. Suratul Nisa al-Kubra deb atalibdi. Suratul Nisa as-Sughra shu. Surat Talaq. Demak, ashunda bu shunika taloq ayollarning ishi bayon qilingan bo'lg'achqa shunda atalgan. Nazalat bil Madinati, Madinada nazil bo'lgan debdi. Yani madaniy hozir, Madinada nazil bo'lgan esa Madinaning sirtida o'sin chiqib hijratdan keyin nazil bo'lgan bo'lsa, hatta hijratdan keyin Fath Makkaga Rasululloh Makkaga kelib nazil qilgan bo'lsa, Madina deydigan. Agar rajih min aqwal ulama. Yoki Madinaning sirtida bo'lsin, bir jihat qavaqilda, biyalik shag'ilda safar ustida qilib qolsin. Ayatuha 176 ayat. 176 ayat. Ya ayyuhan nas, yani ey adam balları, ey insanlar, ittaqu rabbakumulladzi xalaqakum min nafsin wahida. Sizlarni bir nafsdan yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Shuning azobidan o'zinglarni daldag'ilinglar. Bu oyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha o'tirgan chaqda o'qiydi. Farra'akum min aslin wahid, va huwa nafs Adam abikum. Adam alayhisalomdan sizlarni shaxlatib yaratdi demoqchi. وخلق منها زوجها وأنندن من هذه كم يقولون النفس واحدة من هذه النفس يعني أش نفسدن يعني آدم نون نفسدن ونون جبتني يرتة جبته هوا
مش وهو آدم أبيكم جميع وهو نفس آدم أبيكم آدم لقاسة مؤنث altında tortuşmaydı. Nefs diyen bu kelime innese. Ya eyyühen nefsul mutmainne. İrci'i. Sonra sen balına bu vaktinde biz panalandığın vaktimizde o havalı olsun mu? Allahümme inni u'iduha bike ve zürriyete mineşşeytanirracim. İtibarı nefs. Hem Kur'an'ın lafzıyla tebarruk kılır. Sebeptir. O havalı olsun mu? Şu u'iduha diyemiz. Nefs itibarıyla. Yani bana min nefsi vahide dedi. Zavj diyen cüpti. Erinin cüpti, ayolun cüpti, er oldu. Lekin keyinki bu zavjatun dapma, tavlan mıqiyana bu muhdata deymiz. Asli fasih nima emas bu. Zayd ibn Harisam va qala ittaqillah fi zawjika va takhshan nasa wallahu ahqqan takhsha. Ma'tufun ala mahdhuf. Vav mishawwa khalaqa degan vav atf qildi jumla bir jumlaga. Bu mahzufqa atf qilingan. محذوف نماذج كأنه قيل من نفس واحدة أنشأها بر نفس من ده پیدا کل داری انشاء ينسون مقدر داری که ان انشاء جا وهنا أطفق وهنا كترب آخر خلق منها زوجها أطفق کل داری ماشي که ما هو ده بر تقدير قيغان أصل که أنشأها وخلق منها زوجها والمعنى شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها معنى سلرنا bir nefsden müşunda tarmak takılat şahlık çıkadı. O nefsden sütte mana müşunda terimi diyende. Ve hiye ennehu enşa'a min turabin. Yani o nefsden süttemekte o munda topudan yaratılgan. Andın onun cüpte hava anımız yaratılgan. Min dil'in min adla'iha. Aşın qoğurğulardan bir qoğurğudan dedi. Şeydisi bağı istevsu bin nisa'i hayran. Fe innehunne khuluqna min dil'in a'vaj. وإن أعوج الشيء أعلاها ما إن أقمته كسرته وإن تركته بقي على حاله diyerek من ذلك. Adem Aleyhisselam'ın qo'rg'isidan bir qo'g'i bilan shundan yartilgan. Sol tarafdagi qo'g'a deydi. Adla'iha degandan mana bi'tibari nafs ma. Adla'ihi bo'ldi. Ha, lekin nafsning gapadi. Ya bir nimada bir nusxada adla'ihi deb kelgan. Bu yerda adla'i Adem bo'ldi. Mana bizningini ostida chiqib qo'yalım. أضلاعها وهي أنه أنشأها وغنكن أضلاعها بسبب طورش وبث منهما أشكستن آدم لا هوا أشكستن عندن يعيد طاقت ترت ونشر من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء نرغلغان أيالنا شجوت طاقت ديم كثيرة ونساء كثيرة مبعد مشى رجالا كثيرا ونساء ونساء كثيرة نسبة أي وبث منهما نوعي جنس الإنس وهما الذكور والإناث يعني إن صلى الله جنسنا اشكتروغان أكيكشنا أشندا شجرت الدنيا تاختبت فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل لكيفية خلقهم منها Aşı nesne azar bir sıfatladı. Bu sıfat nima ibarat? Aşı insanlar yani onun din kinkagelliğini kanda yaratkanlığı din ibarat dedi. Bu nefs şuna bir nefske, bu nefsten onu cüpte yaratkan nefs. Onun dinken andan o cüpte ve üzüdün nurgun insanlarını zamanla çeşivetti diyeyim ben. Demek bu kinke hem mesela ay nefsten sıfatı. أو على خلقكم أو على دينا خلق منها زوجها معطوف تدغو معطوف على محذوف دينت بو برتفسير شكين تفسير أو معطوف على خلقكم آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم وخلق منها زوجها دينت عطف المغان معطوف علينا ديدا والخطاب في يا أيها الناس أيها الناس يعني مش خطاب هذا للذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يراتلgan kişiler والمعنى خلقكم من نفس آدم bunu ma'nosi sizlarni Adamning nafsidan yaratdi u nafsidan yana ananglar bo'lgan havoni yaratdi u ikkalandan ayollarni shaxlatib unday taqdir etdi sizlardan boshqa ayollarni deydi غيركم من الأمم الفائتة للحزب يعني يسبب تفلمدغان ötken nurgun milletlerdeki ayollar sizlerden başka aşında nurgun ayollarını takdir etti. فإن قلت الذي تقتضيه جزالة النظم أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى. عند فإن قلت ينقلت bir itirazını peraz kılıştığını var. Bunda bir peraz kılın. Mında da bıqasam, mında diyen tarif. Aslı bu cevap serinin uslubu. Keşşaftki manda desem, manda değmez diyen tarikada mında izahlanmalıdır.
Muşu Kur'an'ınki kurulması, bu naati sözü isilmesin. Kurulması naati canlılık. Bunda bir boğalıkin cezara digen, cezirgen, muşunda canlılık isil. Saz sözler yamuldu. Muş nezminin bunda güzelliğe, kuşlukluğe, nemin takacaklıkta, takvalıkı buyurgandan kim? Bima yedu ileyha. Takvalık çakırdıgan, nesini ekası oldu. Takva bulanlar. Çünkü başımında deydigan, takvalık türk olduğun nesini ekası oldu deydi. Hadi bir itirazını bayan kılıyor. فَكَيْفَ كَانَ خَلْقُهُ إِيَّهُ مِنَ السُّوَاحِدَ عَلَى التَّصِلِ الَّذِي ذَكَرَهُ دَاعِيًا إِلَيْهَا. O insanlarını bir neslin aşında cereyan bilen yaratışı bu qandaylık ularını takvadarlık çağırdığan haleti bo'lib qoldi bu yerda. Takvadarlıkka Türk bularında aşıldı yani bir nesli yarattı, onun cüftünü yarattı, onundaki nurlu insanı yaratkanlıkta qandaylık takvadarlıkka Türk olduğun takvadarlık çağırdığan nesli bo'lib qoldi. Desem, kultu cevabımda deymen ki لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شيء. Aşu kemal kudretini ifadeleydğan ehval boğaçlar. Bundan ki aş qadir zatın qoquşunu kerak. Qoqanlar çünkü o aşında qadir zat dendi. ومن المقدورات عقاب الكفار والفجار. Yana aş kudretli zatının kuşiydiğan, kudretlidiğan işler işide kafir, facirlarga ceza verişmi var. Bunun kuşiydiği. Bundan ki qoqan. فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقى القادر عليه ويخشى عقابه. Demek muşunu oylasan, muşunu oylaş bilen ne görmez? Bu kudretlik zatın biz korkuşumuz gerekken, bunun cezasızlığın zadı biz ensirmesek bulmayken diyen yerge verip takıldı. وَلِيَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى النِّعْمَةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِمْ. Yana biz taraftan bu aşılağa kılınan naat bir nimet. Umumizlik sabiqa diyen hem umum bulup ketken nimetki dalalat buldu. Yani Allah Teala bunun dışında mükemmel ahsen takvim yarattı. Yani özden lafzını cüftünü ifade mesela. Bu şunun hemmesi umum nimet olan iken bu nimet karta bulanın mecburiyetine hakkın dedim şeyde hakkını ada kılış gerek olan narsa en yettaquhu fi kufraniha. Bununla tüzkürlük kılıştan saklanış gerek degan buldu. An kufraniha, kufran hadi ni'am. Yettaqu kufran hadi ni'am. Sülkema فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقى القادر عليه. Aşın kudretlik boğan zatın korkuş gerek diyege ilip bardı. Biz nazar kılsak, tefekkür kılsak, muş işlerini bunda yaratalgan zatın korkuş gerekken diyege barımız dedi. القادر على ذلك عليه diyen القادر على مساعدة الخلق يعني. يعني القادر على كل هذا يجب أن يتقى ويخشى. İbrahim'te وَالَّذِي أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. قال صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَهَمُّهَا فِي الرَّجُلِ. Ayol kişi kişinin bir parçasını yani şu koğusunun aşında yaratılgan boğaçka bu ayolun bütün dikkatini şu kişide buldu. Ve خُلِقَ الرَّجُلُ مِنَ تُرَابٍ. Adem Aleyhisselam topuda yaratılgan boğaçka فَهَمُّهُ فِي التُّرَابِ. Bütün dikkatini şu topu yani şu topunun üstündeki andın öy, mal mülk ve hakazadı buldu demek. Ve kullu ma ala turabi turab. Ama acırak rivayet buluşu mümkün. Ne? Sizinki tahqiqlattı mı ya? İbn Munzir, İbn Abi Hatem, Beyhaqi, Şu'bul İman'da İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etdi. Şöyle ki hüküm kılmalı. Acırak. Bunun senedi qaraymiz. Belki bunun senedi belki yaxşıdır. Lekin ma'rifatan onu qaragandan da acırak göründü. Vettaqullah ve Allah'tan qo'rqinglar. Hozir taqvodorlikni qayta takrorlayapsiz. Allazi tasaaluna bihi. Shu ashining bilan so'rildigan ash Allah'tan qo'rqinglar. So'raydigan, ya'ni tilindigan yoki so'raydigan. Masalan, bir narsa so'moqchi bo'lsa, Allohning haq hurmati bunda qilishlar, bunda qattiq muhtoj bo'lib so'rgan chog'ida tilga oldigan ash Allah'tan qo'rqinglar. ناشدتك الله والأصل تتساءلون فأدغمت التاء في السين بعد إبدالها سينا لقرب التاء من السين للهمس وعندما سرت أصل تتساءلون تاء شغلان تانس نغيد غام قلبتوق تاني باشتا سينغا أيلاندروتب وإغير كبقى تلغى إغروغان كام بغات السينغا أيلاندروتب عندن سينغا إدام قلبتوق لقرب التاء من السين لمشو عندها قلدوا وقتا
bu ta singa yaqin ilhams nima uchun huruful hams bo'g'azga ishlaydi huruful hams degan huruful jahrning qarama qarshisi bunda hams degan aslan pichirlash gap qilish bu asli shu harfni nutq qilgan vaqtimda demak bunda bir isqirishdek bir nima chiqdi buni shunga huruful hams degan demak sindimi shu hatta hu shaxsin sakat ashariblar ashariblamizda demak bunda bir xil isqirishdek bir pichirlash nimasi bor bulamda hozir sarfshunos keyin chiqarib olgan qoida bo'yicha tahlil qilgan inson bo'lmasa shu chog'da sarf qoidani bekitish ilgari shu arabda bunday qilgan keyingi tahlillamadi tasaaluna bihi bitakhfif kufi ala hadf at-ta' ath-thaniya baka ikkinchi ta'ni tashrif bilan tatasaalun demay tasaalun deb bilan yengillatib o'qibdi kufa qoriylari nima uchunsa istisqalan lijtima'at-tayn ta'din ikkisi yig'ilib qolsa tilga egrilib deb bunda avarchilik shuni yengillatishadi ay yasalu ba'dukum ba'da yani sizlarning ba'zilaringlardan so'raydi nimani tilga olib turibsiz billah Allohning nomi bilan Allohni tilga olib turib so'raydi va bir rahimi yana tuqqanchilikni tilga olib biz tuqqan undan biz sizga biznavra kelmas bu degandek buni turib oldi yardım so'raydi fayaqulu billahi va bir rahim Allohning hurmati tuqqanchiligimizning hurmati bunda qilsa degandek yani bu xuddi manda deb qolsa ikkisini birlashtirib so'rash deb qolsa shu kishilarni jahiliyatda shunda so'raydigan odat bo'lg'achqa xaraji mahrajil odat deyiladi yani manda so'rash to'g'ri deganligi emas endi yani shu chog'da shu jahiliyatda kishilar shunda narsa so'moqchi bo'lsa bir qabila kelib yo bir jamoat kelib manda bir yordam qil desa Allohning nomi bilan yoki bizning urug' tuqqanchiligimizni ko'rib deb bunda yordam so'raydi shunda demoqchi hozir burada ekan u ba'zi olim deydi lekin xilof bor fayaqul billahi va bir rahimi if'al kaza ala sabil al-istitaf ana mehr shafqatini qo'zg'atish uchun tuqqanchilikni shifi keltirib bunda degan ish bor deydi val arham deganmi shu tuqqanlar degan bo'ladi rahim degan tuqqan yo'q tuqqanchilik degan بالنصب على أنه معطوف على اسم الله تعالى والأرحام دسا بو اتقوا الله والأرحام degandek Allah lafzul jalolga atf qilgan bo'ladi. Bu chora lafzul jalolga atf qilsa ittaqullah va ilzamu al-arham deganda. Ya'ni bu ig'ro deymiz. Bunda desakmi? Alal ig'ro deb qo'ysak. Yoki ittaqullah val arhama. Ya'ni shu silrayni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Diqqat qiling degandek. Mana mansub bo'lishdan ikki sabab bor. Birisi Allohga atf qildik desak, bu chorda shu arhamni silrayni uzib qo'yish tuqqanchilik majburiyatni ado qilmay tashlashdan saqlaninglar degandek. Yoki alal ig'ro deb qolsa ittaqullah walzamu al-arham degandek. Ay wattaqul arhama an taqta'uha. Mana boshqa ma'tuf ala ismillah deganga asosan ittaqul arhama an taqta'uha. Aw ala mawdi' al-jar wal majrur ka qawlika marartu bi zaydin wa amra. Yoki mawdi' al-jar va majrur ikkisini jumlab ekansak bu mansub bo'ldi. Ashbi degan hozir jar va majrur. Ikisini bir nima qilsak fi mawdi' nasb tashadi. Davon ekan shu mawdi' nasb bilan atqilgan desak u muchudi. Marartu bizayd deganimiz pomogasiz al-mamrur bihi yani shunama shu al-mamrura shu ha undan keyin o'sha mahalni nasb o'xshash undan keyin amramma ashuni atqilgan ekan amran mansub keldi shunga o'xshash deymiz va bil jarri hamzatun ala atf az-zahir ala ad-damir qarilardan hamza bu wal arhami deb zir bilan qiraat qildi bu nimaga asoslansa atf az-zahir ala ad-damir Arham zahir so'zg'i bu. Bundan damirga bihi deganki damirga atf qildi. Fi degan o'shada harf jar bo'lgankin hi fi mawdi jar majrur. Nima? Majrurga val arham deganni atf qilibdi val arhami bo'ldi deydi. Zahir degan musulmon. Ma arham degan zahir so'zim. Bu damir emas. Arhamga qanchada o'zra qandasini so'rashadigan deymani chiqdi. تساءلون به والأرحام تساءلون بسم الله وبسم القرابة بمن تغرش خدون ستقول يا دبتن وهو ضعيف يعني يا دا عاجز دمكشي
لأن الضمير المتصل كاسمه متصل. عندما حمزة قراءتنا فالإرحام ديان قراءتنا عاجزة. أشي هيغ أتقيغلقنا عاجزات. سببنا ما هذا الضمير متصل. يعني به ديان باربقى تشكله هي. ضمير متصل. متصل olan ki bu ismi muttasıl diyen aşağı min ismihi nasıl da koyumuz. Bu yüzden ismi de yanında tutuşup gelgen bir neydi? İsmi layık, yanında tutaşkan, her bir yerde tutaşkan bir damir değil. Vel car ve mecrur keşeyn vahid fe ushbiha yani fe ashbahal atfu ala ba'dil kelimat. Car mecrur bihi diyen bu xuddi bir sözge o'xshash. Bir sözge ala degandek, bir sözge o'xshash. Undan keyin aynni ma'tarib qo'yib, la deganni ayirib bunda atf qila olasiz, unda parchalayolmaysiz buni. Bir butun gavda bu. Undan keyin bir so'zdan bir harfni chiqarib bir harfga atf qilinmagandek, buni bir parchasini ilib uni atf qilolmaysiz deb taqdim. Bu bunda bir nahvshunosning bo'lgan Basriyninki qilgan qoida taqshib qolganlikdan qamlashmaydi demoqchi. Bu hamda bir parcha demaysizmi? Damirni bihi bu muttasil bo'lg'achqa, boshqalarga tutishib ketgan bo'lg'achqa, boshqa harf bilan ba'zi harf bilan bu hech ikkisi bir so'z bo'lib ketgandek. Masalan, alarga harf masalan, fi degan fi'ni qo'yib yiga atqilalamdan, qamlatdan. Demak, uni parchalayolmaysiz. Hali buni parchalab u ma'ni higa atf qildim demaysa, deb taqdi. Lekin bu Araptilba hatta qiraatma vel arhami degan qiraat Ibn Mas'uddan boshqa xila mashhur qarilardan rivoyat qilingan qiraat. Ma'noda cheklim baki odatlar domirga nim qilinmaydi. Lekin bu kelgan nima bachab kelgan. Cheklimni kimlar chiqargan? Basriyinlar paydo qilib olgan cheklimi. O'zining unda deb turgan asosi yo'q. Chunki arablar bunda ishlatib, bunda atf qilib kelgan. Arabtilba ish bu deymiz. Unosi ma qiraatmi? Ashunda sahabi o'qigan, tabi'in o'qigan qiraat mashhur. Yani adir qiraatni Rasulullohdan Hamza qiraatdan. Vaqt bihi degan ayin zimirma bihi bir ism ketdi deb qarandi vaqtda. Ya bir so'zga ketdi deb, bunda bir lafziga, zahiriga tushib qolganini qarab, bu xilam zahiriylikdan da, lug'atda zahiriylikdan. Peki hi degan bu bir domenamda, Alloh taolaning o'rnini tuzug'i bu. Unda o'n ekan, uni atf qilmaymiz, atf qilamiz. Erhame bu hansada Allah Teala bizden soragan Allah Teala'nın korkmalar ha. Bizim muhabbetimizi koymalar diyenleri çıkarmış. Vel erhame o'ttiriga tuqqanchilikqa rioya qilmaslikdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan. Chunki sizlar rahim Alloh taolo sizlarni yaratgancha nima deganda, "Hada maqamul a'idh bika minan nar." Bu da podshohim men panolik tilayman. Nima desa, meni kim ulardan uzib qo'yishdi degan ekan, men so'zladim, men vasalaka vasaltu va men qata'aka qata'tu qata'gan bo'lgan. Seni uzib qo'yganimni men uzutiraman. Seni tutashtirganimni men tutashtiraman. Bu sayyiz qo'yman. Sizlarning musulmonlar kattaman. Bir qo'saqal xelindash bo'lsin emasku? Yo'q, niyadan da ikki xil qarash bor. Arhamga ma mirasda masalan, davlat hamdaymiz. Bazı alimlar bu ayol tarafdan bir qo'saqqa chetishib qo'ygan bir ayol tutishganini bir rahmning chiqqanini deymiz deb qaraydilar. Ya'ni bizda yo'q bunda matrifdan bo'lgan tuqqani. Ammo umum tuqqanlar arham hisobida degan qarash hozir jalla. Balusunda, navrusunda, bir navr oldu bunda. Endi mirasga tar doirasi nima qilsak, u kim istilohat bo'lib qolganlik uchun uni ayrim tushunamiz. Lekin normalda o'sha arham bo'lsa, umum tuqqanlar. Qanday bir yaqin bo'lsin, jiroq bo'lsin, bir tuqqanchilik chetish bo'lsa, arham. Demak, bu yerda doif degani u unda doif emas. Beden bekçi kurmuş ya, qanday chiqib kechib chiqishlar. Xatarlik shuni. Demak, bu doif degani shu Basriyninki divogan gapi. Nahvada Kufiyin Basriyin baba. Degan to'g'risi u doif emas. Innalloha kana alaykum raqiba. Raqib degan so'zni masalan Mujohid hafizam deb tafsir qilgan. Nima uchun raqabahu degan hafizahu degan ma'noda unda kelgan. Aytildi balki. Endi Ibn Zayd masalan ba'zi mufassirlar aliman deb tafsir qildi. Chunki raqib degan hammani ko'rib turgan, bilib turgan bo'lgan ekan, alim degan mazmuni bor. Yani şey küz tuğuçı desek bulardı. Küz tuğuçu, küzerken diken andan çatarçısı kodar saklap durduğu. Yani hemen bilip durdu desek şu man. Rakip yani yok sözgandı. Nazar küz tutturgan yanlarında. Nimaga bayatın qilgan arhamni jar qilib, o'zimga atf qilishim bu qiraatni durishdi. Jamoa daif dedi. Lekin biz tas emas yana tarjih qildik.
Ve atul yatama amwalahum. Yani yukarı ayette takvadarlığının istatını zikirler şunama. Zikirlegen ekan bu takvadarlığın qanda işlarda qilamiz, qaysi ishlarda bunda saqlanishimiz kerak degandan bir-birlar ma'noda deb taqvodarlik qilgan muhim ishlarni bir-birlar ko'rsatib beradilar. Masalan, birinchisi mana yetimlarning mol-mulkini o'ziga beringlar, yeyolmanglar degan. Ya'ni allazina matat abahum fanfaradu anhum. Asi yetim degan bu yalğız bo'lib qolganligini bildirgan. Yalğız kerak deymiz-ku. Yalğız bo'lib qolganligini bildirgan bir so'z. Bu degan dadisi ana so'lab ketgan masalan. Aslında yalğız qolgandek bir nimani bildirdi deydi. Vel yutmu al-infirad mana. Yetim degan yalğız qilib qilish. Va minhu ad-durratul yatima. Durra degan marvayat ama yoki isl tash masalan. Durratul yatima degan faqat uning misli yo'q dunyoda bir tollam bo'lgan ashunda bir isl tashni durratul yatima. Yani jibti yo'q masalan, o'qishi yo'q deganda. وقيل اليتم في الأناسي من قبل الآباء من دام ديلتون إنسان دا أناسي ديان إنسان كفتكه ناس أناسي جمع الجموع ديان لك أناسي إنسان دا يتملك ديان داد ترتم بلد يعني دادستن أيرلب قلب دادستن يلوز قاسا يتم بلدو آدم بلسه عند حيوان الله دا چوزسا أنستن أيرلب قاسا يتم بلدو بعض دا بختم Anda hayvanlar ki yetimlikten düzgün bak. Dünyası sızlan da. Ve hakku hadal ismi en yaqa ala s-sigari vel kibar. Aslında bu yetim diyen bu söz manisi yalğız ayrılıp qilish degan ma'no bo'lg'achqa lug'atda. Bu cho'ng saqalli odam bo'lsin, kichik bola bo'lsin, shu dadisidan anasidan ayrılıp yalğız qolgan bo'lsa, ichkisi ishlatilgan bo'lish kerak aslida. Ichkisi tushibdi. لبقاء معنى الانفراد عن الآباء منا أطلادن يلغز خبقاغان ديكم منفرد بولغان ديكم شوغان سقلق نور كويغا آدم بولاب قالسın bu yetim desek bo'libdi. Balki shu jutga masalan ma Qashqarda masalan ayollar yo'g'on odam demasin ma yetim deb qo'yadi shu. Salomki. Madam deganni ondan ma yetim. Bu ma tarafdan to'g'ri chiqargan. Lug'at tarafdan. İlla annahu qad ghalaba an yusammu bihi qabla an yablughu mablagha ar-rijal. Lekin ko'pincha ahvolda ko'p ishlatilishda bu balog'atga yetishdan, yani erlar qatori ketilishdan ilgari dadisdan ayrılib qolganligini ashunda yetim deb ataydigan g'olib bo'lib ketdi. 95% sonunda. Fa idza istaghnaw bi anfusihim an kafilin wa qa'imin alayhim zala hadha al-ismu anhum. Ondan bir xabar olib turgan, kepil oldigan yoki ishlarni bajarib turgan bir odam İlgiçaklardan birisi payda olsa ya tağısemese iyi olup koyamdı o ya. Ustazının balısı olsa şagirti, ustazının balısına havalanından mesela aslında bir adam olsa o yetim diyenin hasta uçağda yokaydı o. Çünkü bu yalnız olmaz onun kaçta bir enden çıbar ekin. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem la yutma ba'dal hulm. Balagat ketkendan keyin yetimlik deydigan narsa bo'lmaydi degan mushadis. Ta'limu shariatin la lughatin. Bu arab tilini o'tish uchun emas, shariat ahkomlarini belgilash uchun deyilgan so'z. Yani lug'atda ba'dal hulm yetim bo'ladi. Ammo islom shariati buni nagi belgildi. Hulm qadar yetimlik bo'ldi. Yetimlik ahkomi hulm qadar davomlashadi. Undan keyin yetimlik ahkom bo'lmaydi demak. Nima shariatdimi? Hozir bizningki urfimizdimi? Shunda bo'lib ketdi. Yani الشرع والعرف خصه بالصغار يعني أنه إذا احتلم لم تجري عليه أحكام الصغار يعني احتلام بلاغت كتب شون olsa kichiklarga qilingan ahkamlar uningga yurgizilmaydi deydi. Uning boshqa hukmlari bor. Ya'ni shu hadisdan maqsad shu. Wal ma'na wa atul yatama amwalahum ba'da al-bulugh. Buning ma'nosi yetimlarga balog'atga yetgandan keyin uni mol-mulkini beringlar degan bo'ldi. Yetimlarga yetimlik hosil beringlar degan gap emasmi? Badal bulug' degan gap bor. Endi arab tilini yaxshi egallamay, bunda ahli tarjima bo'lib qolsa chatoq bo'lmaydi. Va atul yatama amwalahum yetimlarga o'zining molini tutqizinglar, saqlanmay dedi u birama yetimning molini deb kishlarga dollarini tutqizib qo'ygan. Bu yatama degan yetimlik holiga molini san saqlab turgan ashi bola cho'ng'ilgan chaqda balog'atga andin qo'lga bering. Va balog'atun bi'tibar ma kana bar ma saykun degan nima bor? والمعنى وآتوا اليتامى أموالهم بعد البلوغ وسماهم يتامى نمشي عند
u balog'at ketib bo'lgan odamni yatama deb atadi. Shariatul layatun ba'dal hulm degan tursa o'zi desa, liqurbi ahdihim idza balaghu bis-sigar. Shu balog'atga chaqda taqiyqinda. Bir oy ilgari, onun boshqa ilgari bu kichikdi. Zaman taqa yangidan shu kichiklikdan cho'nglikqa o'tkazgan bo'g'achqa vaqt uzrab ketmagachga shunday deb atadi. باعتبار ما كان وفيه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ إذا أونس منهم الرشد. مش هذا برخل نموا إشارة النص دينه. صلفه إشارة النص. دلالة منك درجة النص الظاهر المؤول لكي حول الخطاب دليل الخطاب إشارة النص يعني درجة. يعني عندها بالإشارات. من إشارات ise بولا شندا بلاغت etkenliğin killam aqlish joyida tasarruf qilish iqtidori bo'lsam hech kutmaydan pulni beribtanlar mol mulkni tutujutingizga degan bo'ldi. Ya'ni pulni topshirish kechiktirilmaydi degan ishorat bor. Yatama degan so'zni ishlatganlikdan chiqadi buni, yetimlikdan shunda erlar qatori qitilgandikilam qancha bervat degan bo'ldi deydi. Va an yu'tawha qabla an yazul anhum ismul yatama va salam. Xuddan undan yetimlik sifati tehe yo'qib ketib bo'lguncha qanchada molni bervat degandek bir nom bor edi. Ya'ni mol mulkini tizlan bervat, yetimlik sifati tehe to'liq yutkilib yo'qib ketib bo'lguncha darhol bervat degandek ma'no. Va la tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Pakni napaqqa almashtiratmanglar. Va la tastabdilul haram mana. Haramga almashtiratmanglar. O malul yatama bil halal. Qulağındaki halal malga yetimning melini yap, haram malni chegizib, uni almashtirgandek undan qilmanglar. Halal degani sizning malinglar, ya'ni tayyib degani, xabih degani yetimning mali, ya'ni bu sizlarga nisbatan, nisbilik bo'lmaydi. U yetimning mali o'ziga tayyib bo'lmaydi. Lekin sen ilarsan o xabis bo'ldi. أو لا تستبدل الأمر الخبيث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب. ياكي من داو مدبقتن. Paskan işqa Pakistan almashtirilmanlar deganday. Paskan ish degan nima? Yetimlarning mol mulkini qancha kesib elish, yo'nilish deganday. Iqtizol deganda iqtito, yo'nib olgandek, yulib elib olgandek, bo'lib olgandek. Buni nimaga almashtirib degan emas, bil amr tayyib va hifdhuha va tawarru minha. Yaxshi ish deganimiz, o'sha yetimning mol mulkini saqlab, uningdan o'zimizni ner tutish, ya'ni yeyolmay, ashun qarta ittaqlik bo'lishimizni amr tayyib deymiz. Amr tayyib bunda yaxshi ishni tashlab qo'yib, eski ishni qilmanglar degan ma'noda bo'ldi ekan. Tabaddaldan ikki narsa kelsa, birinchisini elib, ikkinchisini qo'yash degan bo'ldi ekan. Ikkinchining o'rniga birinchini elish degan ma'no kirgan. Tabaddal. Tawarru degan uni shu taqvodorlik qilib, uningdan saqlanishni afzal bilib turgan. Ya'ni haramdan saqlanish, shubhadan saqlanish orqali degandek ma'no. Hayatımda şu yetim ballar balaykenkiler çoğun melli biliş kerak mı şular ya kendi sahip bağını ki mi şularla meselesi mesela şu mal serakılık nasıl çekilir melli tutuş gerek zaten. Hiç bulmasam da şu meselesinden hiçbir şeyden böyle oturup özden işlerini özü kılalıgan buldu ama pulunu özüge muklistan bir dükkan açıparsam ya ticareti meblağ separsam özü ticaret kısmını gelip özü tavşısını meslahatını kılıp ötüp ondan tavşirib turgan shu nasibim. Lekin u bola masalan cho'ng bo'lib, o'zi tijorat qilib, o'zining iqtisodini o'zi boshqara oladigan bo'lgandan keyinmi, bamay uni yana turib olsa, o'sha satar. Xatarlik endi bu. Vara deganda biz azroq shak-shu bo'lib qolgan yoki halol bo'lsin deb taz xotirjam bo'lgan narsani tashlashni varadi. Tarkul halal makhafatul haram. Vara'nimiz. Va tafa'ul بمعنى الاستفعال تبدل ديان استبدال معنى استدمشي غير عزيز بو كيف شرايدو بك بس هم دو اشتراك قلدغان اماس كيف شرايدو ديان عزيز ديان بك لم كم شرايدغان تبلمايدغان ديان يعني كثير يمان غير عزيز ديان يريد كثيرا ديان دي منه التعجل بمعنى الاستعجال مثلا تعجل ما استعجل ما اشتغاش اهوال لبان köp şiraydı. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ Ularning mallarini, yetimlarning mallarini, sizlarning, o'zinglarning mallariga ketib yeyolmanglar. Ila mutaalliqatun bi mahzuf. Ana shada ilani mahzuf bo'lib ketgan bir narsa chetishlik dedi. Va huwa fi mawdi'il hal.
u elib tashlanib ketgan so'z halning o'rnida, ya'ni mudofatan ila amwalikum. Mudofa degan so'z mahzub bo'lib ketgan degani. Ya'ni sizlar o'zingning melinglarga yetimlarni qo'shgan holatda ivanmanglar. Wal ma'na la tadummuha ilayha fil infaq hatta la tufarriqu bayna amwalikum wa amwalihim qillata mubalatin bima la yahillu lakum wa tasfiyatan bayna wa bayna al-halal. Sizlar halal bilan haromni jiqatadi sanatib ayirmay, uningga parvo qilmay, harom aralashib qolsin, diqqat qilmay, qillat mubola degan parvosizlik, beparvolik. O'zingning chiqimlarga pul xarjlagan vaqtingda udulkasi o'zingning yendiki pulni xarjlab, udulkab qolsa yetimning malini o'zingning chiqimiga to'lib o'tib, manda qilsang bo'lmaydi degan. Pulni xarjlagan chaqda yetimning malini o'zingning maliga aralashtirib qo'shib xarjlamagan degan. Qamiyada wala ta'kulu dedi. Imanlar desnami? Iman esa uysilib olsa ya kiyinki olsa. Nima uchun degan chaqda akl degan ishlatishdan maqsad sabab ko'p avvalda mana yivildiga asli bor. Shuni xaraj mahrajul g'olib degan tariqada unda deyilgan so'z. Nima bu yerda foydalanma degan. La ta'kulu la tantafi'u degan mazmun. Innahu haqiqatan u kana huban kabira. Chung gunoh deydi. U degan nima mishada? Aytini mana yo'lash, yetimlardan foydani bilish bu chung gunohdir. Chung gunoh degan mishada nas mavu kebairden dengen ma. Yani Kur'an'ın dalalati nas dereceli ayet bilen ispatlandı. Ese yetimden maniyeleş bu kebair. Es-seb'ul mubiqatı bağı ve akli mali yetim. Dağınken bu çun günahının birisi. Huben kebira diyen çun günah diyen buldu mu? İnip çun günahlıkını ifadelatıdı. Hub diyen zem. Vâgısil havbetena de dua kılıdı o. İnnehu kâne huben. Yani aşı yetimden melini yiviliş, faydalını biliş. Ya ki ettebeddül, istibdal. Hemmesi yana bir yer görüp takılıyorlar. وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Eğer yetimler hakkında sizler adil bulanmaslıklardan ensirisanlar, korksanlar, siz halal olan ayollardan ikine, ya üçüne, ya dörtüne ilanlar dedi. Bu yetimlerin mal mülki çetişlikmiş o. Hazır ma xotinliş gap hazır yetimni deb qo'ygan edi. Bu mal mülki çetişlik gapmiş o. Yetimning mal mülki çetişlik. Demek bu yana bir taqvodorlik qilish kerak bo'lgan, yana bir xatarlik ishdan to'sab ogohlantirib berdi. Birinchisi yetimning mal mülkini ivanmang dedi. Yani xuddi masalan taqvodorlik qildigan ish qasi desa, birinchisi yetimning mal mülkini ivanma. İkincisi, yetimilda bunda zulm bo'lib qolgan ansiga holatda yetimni olmaysan, boshqa halol ayoldan eli va boshqa ayolni jiqqi dunyoda chuqur o'qigan desa ega bo'lgan xabarni olib turgan shu yetimni erishing kerak emas degandek. Bu mu yetimning mol mulki chetishlik ish. Yani shuning davomi desak bo'ldi. Yetimni yetim evlab uning bolalarini o'zidan qilishni. Masalan, birisi o'lib ketdi. Yaqinda tuqqan deylar. O'lib ketgandan keyin balangizni qarab qo'yishlar sizga topildim o'qib qo'ygan bo'lsa bu xabarlar uning mol dunyo qoldi. Undan keyin ya bu yetim qizlar o'zi chiroyli mol mulkchi dunyoda jiq bo'lgan ekan bu uningga sizlik o'zlarida to'liq qolmaylar o'zi oldi shu. Yoki satosimi o'zi erishni xohlamaydigan bo'lsa-mu, mol dunyosida o'zi oldi. Demak bunda bir xil qarta zulm qilishadi. Tabi bunun tasviri şurası. Yetimlarda adillik kılalmaslıkından korursanlar فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Sizge halal boğa ayarlardan ilanlar. لِأَنَّ مِنْهُنَّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ كَلَّاتِي فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ. Nikahını şaram boğa ayarlarını bayan kılgan ayette sıfatları atılganda ayarlarının içinde nikah eriş haram boğa ayarlı var. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. Demek aşula ayet tahrim aram kılga ayolların sanıda şu. Aşulardan başka halal olan nurgun endi ayol boğan ki şunu asama bul demasman degende. Vakile ma zihaban ila sıfa. Ma taba dedi. Men taba lekum minen nisa dedi. Aklı menni şiltituğa. Bir ma deb koydu nimişinde degende bir soru. Qile ma zihaban ila sıfa.
Bu yerda hozir sifatini maqsad qilgan, zotini emas dedi. Li'anna ma yaji'u fi sifati man ya'qil. Mana ma degan aqillarga, aql insonning sifatidami keladi. Ma Zayd desam, Zayd alim, muhandis. Bunda ishlatish bor edi. Yani sifati nima degan ma'noda, ha? Mesela ve akrim ma shi'ta min ar-rijal degandek. Yani bunda sifatlarga ma'ni ishlatish bor. Lekin zotni maqsad qilgan chaqda, u chaqda u ma degan g'ayril uqulaga xos yoki g'aliban shunday ishlatildi deymiz. Bihadan ning maqsad degan. Ha, yani qasdan ila sifat. Yani iradatan lis-sifat degandek. Sifat deganni ko'z tutib turib, ma deganni ishlatgan. Demak, zotni sifatlashtirib qolsa, g'aliban u ma'ni ishlatmay, ma'ni ishlatish kerak. Lekin sifat maqsad qilib qolsa, bu chaqda ma'ni ishlatsiz bo'ldi. Yakanda bunda deganim bor. Ayollarning aqli naqs bo'lgan ekan. G'ayril aql bak bunda ishlatgan. Fakanna qila at-tayyibat min an-nisa. Mana tayyibat ya musifat maqsad qilyapti. Nisa deb bilan qo'ymada at-tayyibat min an-nisa deydi. Va li'anna an-nisa min al-uqla yajrina majra ghayr al-uqla. Shunda raqamda to'n qaraymiz demakchi. Naqisat aqlin o'g'an ekan demakchi. Va min qawlu ta'ala aw ma malakat aymanukum. Ma degan adam shada cho'rdaklarni degan bo'l shunda kelgan deydi. Endi mishada va in xuftum alla tuqsitu degan mushu oyatning sababun nuzulni bayon qilyapti. Qila kanu la yataharrajuna min az-zina. Bular zina payini saqlanmay endi parvo qilmay zina qilyapti. Va yataharrajuna min wilayatil yatama. Yani yataharraj degan gunoh his qilmaydi. La yataharraj degan gunoh his qilmaydi. Siqilmaylar zina qilyapti. Ammo yetimlarga ijolashimizda sas qilib sadaqti keyin sadaqti deb o'zini taqdi deydi. Faqila in khiftumul jawra fi haqqil yatama fa khafu zina. Shunda ularga mush oyat nazillab, agar yetimlarning haqqida sizlar zulm qilishdan qo'rqsanglar, zinadan qo'rqinglar. Chunki zinoning unda chataq ish. Zinadan qo'rqib, halol ayollarni ilinglar. Tankihu ma halala lakum min an-nisa va la tahumu hawla al-muharramat. Haramning atrofida yo'qlashmanglar. Aw kanu yataharrajuna min al-wilayati fi amwal al-yatama. Yoki ma ikkinchi tafsirim. Yetimlarning mol-mulkini egolab qo'yishdan siqilibdi yoki o'zini tortdi. Va la yataharrajuna min al-istikthar min an-nisa. Ayollardan ko'p xotin olishdan siqilmaydi bular. Uni oldirib ma anna al-jawra yaqa'u baynahunna idza kathurna. Amaliyotda xotin ko'plab qolsa, ularning o'rtada adolatlik muomala qilinmay, zulm bo'lib qolishi ko'p ehtimol shu. Zulm. Fakannahu qila idza taharrajtum min hadha fataharraju min dhalik. Xuddan dim oyatda agar aningdan yetim masalasida siqilgan bo'lsanglar, ma'noda siqilinglar. Bu zulm am zulm. Wa qila wa in khiftum alla tuqsitu fi nikah al-yatama tankihu min al-balighat. Mandam deyilibdi. Yetimlar nikah edishda adolatsizlik qilishni ansirsanlar, bu chaqda yetimlarni boshqa cho'ng ayolni ilinglar degandek. Bu xudamda yuqol tabat as-samara idza adrakat. Meva qilsa taba deymiz-ku. Cho'ng o'g'illarni ilinglar, yetim kishi qiz olmay degandek. Avvayn xitomalar tusitu degan bilan tanki hamlatlarning kechkisan bog'lanish kerak. Shu tafabbuz zina tankihu ma halalakum degan shu bog'lab turganda. Ya shu xil tafsirni o'zi hozir. Xil tafsir şey masalan xuddi sababini o'ziga bog'lab turib bayon qilgandek. Birinchisi zinadan qo'rqmay, yetimning nima egolashdan qo'rqdi. Shundan ma oyatda yetimning haqqidan qo'rqsanglar, zinadan qo'rqinglar. Zinadan qo'rqqandan keyin qanday qilish kerak? Nikoh bilan ilonli xotinni. Bunda buyuryapti. İkincisi, yetimni milga egolashdan siqilib bular ko'p xotin olishdan siqilmaydi. Ko'p xotin olishmi, xuddi yetimning mol-mulki haqqini yeyilish keltirib chiqargandek, mush ko'p xotin olishdimi, ayollarning huquqiga zarar bo'lib ketilgan, huquqini yetkazgan ishlar bor. Bunday ikkisi o'xshash deydi. Bu aziz qarashlanadi bu. Taqodarlikning taqozosi mushan. Shunday ishlarni taqodarlik qilinglar deb. Jahiliyatdan indatdi. Sanki hozir shu jahiliyatning odatlarini, jahiliyatni o'zgartirish uchun keldi-ku suratini. Hozir shu bashnamni bir-birlab ma'noda qilinglar, ma'noda taqodarlik qilinglar, ma'noda taqodarlik qilinglar bir-birlab o'zgartiradi. Uchinchi qarashim bu mu'arzin. Yani o kishi qiz olmaymi, bo'layotgan al degandek ma'noda demoqchi ekan.
Bunda Seyyid Buxoriy kelganida Aishaning tafsirida Urva ibn Zubayr so'raydi. Mush oyat to'g'ri. Mush oyat qanday tushgan desa, bu oyat bir kishining qo'lida o'zi qira oladigan bir yetim qiz bor. Uning mol-mulki bor. Bu qiz bolandan o'zi chiroyli cho'ng'gan, dadasidan qolgan nurg'un qilgan. Bu boshqa birisiga bir balaga nikohlab bir oyda munqaz bu mol dunyosidan o'sha ketishidan qilib mol dunyoni ko'zlagan, ham o'zi chiroyli qiz bo'lgan ekan, buningga odatda mush qizlarga qizlarga beriladigan to'yliqni bermay, odatdan 20 ming ko'y to'yliq qilgan bo'lsa, buningga ya to'yliq bermay, ya 5-6 ming ko'y bir qo'y kiyim olib o'zini nikohga ilib oldi. Demak, buning birinchidan to'yliqda nima qildi? Ikkinchidan aning dadasidan qolgan mol-mulkini shunda asta o'zidan qilib olmoqchi bu. Anki mayat tushganda, demak bunda chataq bo'lgan bo'lsa, sizlar aytini olmay, boshqa ayolni jiqqo oson bo'ldi shuni degan tariqada. Yani bir ayette "Yetemin nisa'llati la tu'tunahunna ujurahunna ve tergabuna en tenkihuhunna." La tu'tunahunna ujurahunna. Bunun to'yliqini to'liq bermaysa, ha? To'yliqini to'liq bermaysa, ujur mishada mahr. Ve tergabuna en tenkihuhunna. Bunu elishni asli xolmaysan. Ya o sakka o'qizolar. Elishni xolmaysa, lekin undan mol-mulki, mol-dunyoda buni alay, men atam anu qo'ldagi mol-dunyo meni oldi deb, menda o'qilsin deb, yani ikki xil ahvoldagi yetimlarni tushgan oyatda Hazrat Aisha shunda tafsir qilgan. Shu jallo Sayyid Buxoriyda bor. Unda adlı qilsa, eliyas bo'ladi. Zulm qilishdan ensiramsa, haqqini to'liq bersa, meni as bo'ldi degan bo'ldi. Yada hozir ashunda mol-dunyoni yurish, to'yliqni kam berish endi ahvol bo'lsa, ashunda bo'lishini bilsanglar, xafa degan shu bilishim. Tamam, ayollarni ko'rsam. Bu hozir yerda qizlarni ko'rsatdi. Yerda ishga o'g'ilg'imi deyish mumkin. Yuqorgi oyatni dizigo. Mayliyadan qizlarga deb yozib qo'ygan taqdirmoni aslida xatlashlarning bo'lsa Alloh. Ma yetamani o'g'ilg'imi ishlatdi. Ha? Vaqtni yetama. O'g'il bo'lsa shu qilib pul tutqizib yuramiz. Lekin bu yerda oyatning o'zida nikoh nimasi bo'lgan ekan, sanki ma tavalakum nisa bo'lgan ekan, bu bunda qo'lda qiz yetim bola bo'lganlar uningga to'yliqni to'liq bermay yoki mol-mulkini o'zidan qilib oladigan ahvol bo'lib qolsa, uni olmay boshqa xotin asor degan. Masna va thulatha va ruba'. 2dan 3dan 4dan deydi. Bular hammasi siz nakira holati keldi, nakirat. Va innama muni'at as-sarfa lil-'adli wal-wasf. Yani illatdan ikkisi bo'g'ashqa mamnu'un as-sarf bo'lib ketdi. Tanvinsiz keldi deydi. Yani masnan deb unda demadi. Masna adl degan, yani isnayda ma'dul shundan o'zgarib kelgan deydi. Wasf degan sifat qo'llangan keyin alami ko'rib va alay dalla kalam Sibawi. Sibawi mush ikki illat bor debgan. Lekin boshqalar boshqacha deganlar bor. Adlining ustidan nimaga aylanib ketgan bo'lsa, ma'nijatni o'zgartirgan. Ma'nosi o'zgardi. 2dan 3dan 4dan 4dan degandek. Aylanqasi 2dan 3dan 4dan. Ha, yani bu 2dan degani unda har birini 2dan 4dan bunda emas, 2dan 3dan 4dan 4dan bunda degan bo'ldi. Qancha qadamni hisoblayotgan holat bo'lgan ekan. Başında demek. Yani sizde şengellim var. Aşağımın fonlanmasan 9'da atak buldu ekan diyenli var. Lekin beklemem de aciz qarash. Mesela cik adam bo'lsa, biznes ekanımıza biraz kızın elanlar deydi var mısın? O da elanlar 2dan elanlar. Ha, başında tariqda yani muvazza'in degan gap. Cem emas. Ama Sibaviydan başqalar deb baqqalli bakin. Bu isnaydan bir ma'dul bo'ldi. Ondan muannasdan muzakkarlikka bir ma'dul bo'ldi. Yani işte adlı var ya da dediği bakın. Şu ya da kelam Sibaviyni deb qo'yishda Sibaviy lafzan bayon qilgan ikki illatmish o. Boshqa illat bayon qilgan deydi. Musafar musarrifga. Ha, mamnun nasr bo'lganlikqa. Va mahalluhunna an-nasb 'ala al-hal. 2dan 3dan 4dan bo'lgan holatda degan holkan. Inkahu matna qiladi. Nisadan hal. أو مما طاب يعني ما طاب اثنين ثلاثة تقدروا فانكحوا الطيبات عند طيباتنا إذا إيش طيبات طيبات الطيبات لكم معدودات هذا العدد سنتين سلاجة أجل طيب بوغان مشو إشكي 3 4 ديان سن بلان سنلدغان أيالله إلانlar yani.
فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين يعني bir اعتراض فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع demek ikkini bir jamlasang bo'ladi, uchni bir jamlasang bo'ladi, to'rtni bir jamlasang bo'ladi dedi. Shunama nikoh qilmoqchi bo'lgan odam endi jamlasi bo'ldi dedi. Kama ma'na takrir fi masna va thulat va ruba. Endi hada santayn salat degan bir takrorlashimiz bor. Unda takrorlashning mazmuni nimani ifodalaydi deganda bir e'tiroz qildi. Qultu al-xitobu lil jami' mana. Bu xitob hozir nurg'un insonlarga deyilgan so'z bu. فوجب التكرير شلون تكرار اشكدن كترانوانا ديگندك مندا ديلگن سوز بو ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما اراد من العدل الذي اطلق له نكاح قılmoqchi bo'lgan yani birdan ortiq ayol olmoqchi bo'lgan har bir kishi o'ziga munosib kelgan sondagi ayolni erishish uchun 3 alohida 3ni 4 alohida 4ni 2ni erishish uchun shunda takrorlash lafzini ekeldi deydi. كما تقول الجماعة اختصموا هذا المال ما مالنا بلشوا الله وهو 1000 درهم من تنجا درهمين وثلاثة 2 tengeden 3 tengeden 4 tengeden bölüşüyor الله degandek. Bu çağda her biri 2 tenge aldı. Ya 3 tenge aldı ya 4 tenge aldı. Koşak olmaydı onu. ولو أفردت لم يكن له معنى. Gel 2ni ve 3ni ve 4ni desen o mazmun çıkmaydı deydi. Mesela süre ruba degenden sineden silasini aşu mazmun. Aşunda ma'dul dedik o. Xuddi aşunda qisqartib aytgandek. 2dan 3dan deganni anda deb qo'ycha, matnada lazım arab tilida bayligi bu. Ama yada jinski bir numda vaji'a bil waw. Nima uchun da asla 2 ya 3 ya 4 mi ya sekanda bir adam shu 2ni lan ya 3ni lan qilganlik chiqdi deydi. Nima uchun da waw xuddi yada bir jamlab qo'ygandek manda wawni ishlatib qo'ydi, avni ishlatsa taxi munosib bo'lmamti degandek bir e'tiroz bor. Vaji'a bil waw li tadullu ala tajviz al jam' bayna al farq. Wawni akilishda mushu sonlardagi o'xshamaslik hammasi shunisi qaysi sonda bo'lsa joiz deganini bildirishni ifodalash uchun vavni ekeldi deydi. Walavji'a bi aw makana uning o'rniga avni kelib qolgan bo'lsa, masna aw talat aw arba degan bo'lsa, ladaba ma'na tajviz, ya'ni u joiz degan gap mazmun yo'qolib ketdi. Ya'ni xitob qilingan har biringlar mushu sonlardan mushu 3 sonning birisini tanlanglar degan mazmun. Qaysi sonni tanlasang bo'ldi? Eğer evine kelib qo'ygan bo'lsa deydi ba'zanlar. Masalan, yerda 3 odam bor deydi. 3 odam bor. 3 deylan ya ish xotindan o'zing kerak har birovlar. Ya 3dan ya 4 3dan bir xil bo'lishini kerak deganda mazmun chiqib qoldi deydi. Ammo hozir chiqadigan mazmun 3 deylan birisi 2 narsa bo'ldi. Ya'ni birisi 3 narsa bo'ldi, ya'ni birisi 4 narsa bo'ldi. Mana mazmunni ifodalash uchun vovni keldi deydi. Ya'ni 3 kishi bir holatda har xil masanni oladiganligini ifodalash uchun. Peki alimlardan anlamında ne diyelim var? Bazı şaz karaş, aslında toplumun semini asan buldu. Mesela ahessedalaka bi elfin minel melaiketi dep andın bi selafet alaf, andın bi hamsit alaf buldu. Hemen 8 bin diyelim batı. Ne adam da 9'unu asan buldu. Deyimiz bunun da Resulullah'ın 9'unu ağan, Resulullah'ın sünnetini ağan. Dep anda diyen bir karaş var. Şia'nın kendi şaz bir karaş. İmamiye. Resulullah'da başka kanı bir kitap bulun. Resulullah şeriat mukallef olmadı onun. Şu Resulullah'ın şeriatı mı şu? Üzi hemen bu şeriatı mı şeriat? Resulullah'ın hayatı has halat. Hususiye. Endi bu yerda hazır bu 4 kishi huquq bor, undan ortiqlanmaysiz degan bizning keskin dalilimiz mana. Mesela oyatdan da bizga men bunda tushunma bu deb turish mumkin. Huquq barchasi altına talab qilib Ya mesela şimdi bir dedi. İhtar erba'atan minhunna ve farik sairahunna dedi. Tamam? Manam şey tutun dişler faydalanıyor. En küçük delil icma. İcma. Hadis var mı bazılarında da bakın o hadis var. İcmadınken ikinci oranda o mücella. Yani şu bar asasen de biz hesap aldığan ulemaların hamısı tört kadar diyen aşkaraş tam doğru derecatın küçük karaş. Onu artıkası buldu diyorlar. Onun karşı şerati hesap edilmeydiğen şerzimatun min ehlil ehvai vel bid'a la yu'taddu bi muhalefetin ve la bi muvafakatin. Bunların size şiali var. İmamiyanın bir taifisi buluşu mümkün. Demak, ona kelsa bir nechadam o'xshash
Sallası buldu mu şu? O'xshamaydigan o'ziga munosib ishni tanlasa bo'ldi degan bo'ldi. Ikkina tanlagan ikkina. Uchini tanlaydigan ishni tanladi. Ammo va'maga o'ylab qolsa, sizlar ya hammanglar xuddanda ikkina namozlar yoki uchta namozlar yoki to'rt namozlar degan mazmun chiqib qolibdi dedi. Qanday so'ngdan mazmun chiqib qoldi? yoki ikkini yoki uchni yoki to'rtta degan. Ular jam qilinmaydi. Hammasi birlikda bo'lolmaydigan bo'ldi. Va'lab qolsa, hammasi bir vaqtda ba'zi bu qatmizda ikkini olganlar ikki qilishga bo'ldi. Va'lab qolsa, ololmaydi. Yoki hamdan amtaqim ishkinagan bo'lsa, amtaqim ishkinash kerak boshqa, amtaqim ishkinam ishkinash anda ishkin tanlashdi. Ben unda ifodalansin lekin ashundaroq mazmun berib qo'ygan bo'lg'achqa manda ifodaldi. Bu hammadan aqli tahlil. Bunun o'tirib chunqur o'yinidan passa ayna chiqdi. Biz bunda zohir nima deb turadigan bo'lg'achqa, endi yana bir qo'y yo'q, unda zohir emas deb turadigan bo'lg'achqa, endi shunda tahlilni qilib qo'ydi. Tahlil qilgan ekan, deb Qur'onning fasohati bo'lsa. Ba'zi harfni tanlashdan inchga tanlaganligi ayon bo'lgan. Firaq nima demakda? Wajib bil waw litadulla ala tajviz al jam' bayna al firaq. Al jam' bayna al firaq. Demak, shu sanda ixtilof bor holatda, amtaqim ishni oldi, samtaqim ishni oldi. Ma'taqim to'rtni oldi degan shunda har xil holatda hammasining bir vaqtda bo'lishi joiz demak. Fa in khiftum alla ta'dilu adillik qilolmasliklaringdan qo'rqsanglar, yo'q, ikkini oldi, uchni oldi, to'rtni oldi. Mushu ikki xotun arlig'ida, uch xotun arlig'ida, to'rt xotun arlig'ida adillik qilolmasliklaringdan qo'rqsanglar, fawahida. Bir bilan kifoyalaninglar, bo'ldiqinglar. Falzamu aw faqtaru wahida. Fa'alaykum wahida deganda. Birinlam asonli bo'ldi. Demak, hozir bizning diyorimizda shu ko'p xotliq masalasi aytib, eg'ir ahvol bo'lib qoldi. Aslida bu taaddud zawjatni islom shariati shariat samha bo'lg'achqa, kengchilik bilan insonlar jamiyatida bo'lgan urush, ba'zi bir nima orqali ayollar soni ko'p. Ya urush bo'lmasa tabiat shu ayollar chiqtug'ilishi mumkin. Shunda ahvollarni ko'zlab turib, insonlar jamiyatining umum manfaatini ko'zlab turib, oz ziyon tatib, ko'p ziyonning oldini olish uchun butun insoniyat uchun foydali deb qarab ruxsat qilgan ish. Bu ayollar masalan jiqilib ketib, urushda masalan 100 ming er o'ldi. O'lgandan keyin u jamiyatda 100 ming erga loyiq ayollar ersiz qolib qoldi. Qanday qiladi? Ularni uchun zina fahish qilish kerakmi? Kim boqadi uni? Demak, bu jamiyatga bir yukildigan gap. Bunun uchun unda tasnib, bu xarlinib, axloq buzib ketgandan iftar holatda bir erninki himoyasi ostida, ashuni kafolati ostida amandaroq tug'inimi bu yaxshi edi. Endi ruxsat qilgan. Lekin adolat qilmaydigan bo'lib qolsa, o'chada jim turish kerak. Vahida degan shu. Nadiran Uyg'urda uni asa birinchi xotin huquqidan qo'rqqan, diyemagan. Endi u huquqasa qiyomat qoyim bo'lgan. Ondan u yo'shig'andan keyin ikkinchisiga tang muomala qilinmagan. Endi ikkinchi xotinni asa, ikkinchi xotinga shu butun iqtisodni ko'zini yumib qaylagan. Burunqi xotin unda xizmaydi. Ya'ni shunda bir odatga bir nima sholab qolsa, burunqi ayol huquqasa ikkinchi xotinga xizmat o'ratish majbur bo'ldi. Nima? Ballarning onasi o'g'aniga o'tganga. Nurg'un jihatda bir xil zulm bor andazi. Yani xiftim emas, yani tahaqqaqtum zulm bo'lib qoldi. Lekin shunda odamda bu mandaroq bir nima bo'lgan ekan, u ashkishlarning zina fahisha boshqa tarafdan nima qilgandan zulm bo'lsa, zulmning javobini o'zi berar. Zaman ma'vamda jiq tarafdan yaxshi. Zina fahisha boshqa nima tarafdan. Pek adillik, pek cho'ng pek tutishadi ya. Odatda normalmi shu adillikni maddi adillik. Yani sadece hizmet prişte, öyle bir narsını prişte, şarayet hazırla prişte, anlamda konuş meselesi. Eğer bir konu konuşsam ya bir konu konuş gerek. Eğer bir şey ayıtırsam ya bir şey ayıtırış gerek. An ezgi yaparsam anam aprış gerek. Ya ki sevse ki esitsem anam eskiş gerek. Müşünden. Sevse çektaşlar düşmanlı. Ya onu bir şey katılmaz, bir şey katılmaz çıkıdı. Ya ki çektaşlar çek çıkan eskiş gerek. Resulullah'ın ayolları oturdu çektaşlaydı. Ondan taksim kıldı. Ve hada qasami fima amlik ve la tuakhidni fima la amlik diye.
Yani ko'ngildagi o mayillik u qo'ldan emas insonning. Ya'ni shu normal tutumliq narsalarda tamomli qilib berish kerak. Bunda qilmasa shu bular o'ziga deb. Günah oldu şu. Zulüm. Bu zulüm onda keyin shu javobini bersin. İkincisinden aslında değişik. Peki kısmından işe devam eken sen biçare ayol olsan taşınıp kalan. Ama eğer imajı güçlüler meylemen okulun başkanında mesela sen işlere oturup tüygende. Şimdi bir gün kelip bana pasın meyli dedi lazım. Meyli özün tanazül kıygan eken. O özün hakkın tanazül kıygan. Yani Rasul Fakir ayeti bağı. İmratun mukafirun bazı müzavardan farajdan Sahabene vasıla Rasul Fakir. Resulullah'ın ayarlarında mı birisi? Savda. Aşu ada sulh kıygan. Koyutuma ergen çağda buna koyatmaslar. Lekin onun növetinde Ayşe bakayları bir ay. Şu ayalım daplan basıl buldu ya. Daplanında sulh kıygan. O özün hakkın tanazül kıygan. O meclisi buldu. Ben yine düşünüp bir kısa olan şeriat çekilmesi yok mu? O bildirmey. Ya bildiriş gerek emas. Yani o burunqi ayalıga, birinci ayalıga qalaq qo'yash uqtirish kerak emas. Uqtim ayasi bular. Maslahat qilib yurib, u so'raytib yoki ma'qulligini aytib o'tish kerak. Lekin faqat bir shart qilgan bo'lsa, to'y qilgan chog'da adram jamiyatda ishlik bo'lgan ekan, qizlarning ayti puxta. Hamasi buni ustunga xotinlanmaylar deb nikoh qilganda shart qilgan bo'lsa, u chog'da shartga Ahmadiy mazhabda ra'y qilish kerakdir. Boshqa jumhurlar ra'y qilmasin bo'lsa, shart batil dedi ular. Aboniylik batil deb qo'ygan. Jumhur batil. Hanbaliy mazhabda shu isab. Inna ahqqu shurut mastahlaltum bihi al-furuj. Wal muslimuna 'inda shurutihim. Basla xalifasının sizə Əmirul Mömin olan Abu Ja'far ayalığa aşu to'qlishdan burun uning ustiga g'arayalanmasligini aytgan. To'qda leysdan so'raganda durust ekan. Abu Hanifa'nın gapini Abu Hanifa adam etkizib so'ragan lekin durust olmaydi deb mutlaqo to'qmaydi Əmirul Mömin. Şu işgal bo'lsa-da, mana bir qo'ysa, bir pas, ana bir qo'ysa. Ana bir to'kima pas, mana bir to'kima. O'xshash. Ana bunda obdan uyini qilsa, unda uy tayyorlab turib. Bundan qilsa, bo'ldi. Lekin Uyg'urlardimi unda bir xatarlik illat bor. Uyg'ur ayollari bu ikki xotinlikni qat'iy izodi qabul qilmaydigan, ammo erlari kunda bir ayol bilan restoranda aralashib yursa, uni parvo qilmaydi. Bir ayolni ikki nikoh oldi degandan bo'ldi, qiyomat qiladi. Boshqa millatning ayollari shunda asmildek o'tiradi yashaydi. Shunda Allohga hamd bo'lar. Yamanda masalan erkishda jimroq qoldi yoki issiqlik qolganda, zirib qolgandek nima bo'lsa, ayollar qachdi bir qizonni apir ekan eriga. Bunda Tabii bunu ko'rgan ekan. Shunda bo'ldi chamalımda. Mesela müşahidimi, Dağıstanlıklı var, Malaysiyalıklı var, Orta Asyalıklı var. Şöyle şu üç aylar okuşmalı var müşahidi. Bir öyle oturdu, bir şıkkıda. Yekan da başarıkı cık buluşu mümkün. Sahibul isnateyn beyni narayn. Rabbi sahibul vahide yahidu bihaydatiha ve sahibul isnateyn beyni narayn. Ve sahibul thalâtha yemşi fi rasatık. وصاحب الأربعة عريس كل يوم نشر سزو فواحدة فالزموا فاختاروا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ياكي ملك يمين لن يبوغان ديدك شورلر أشوالان بالبوسان بالضبط سوى في اليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حسب بو ديدك شورلان ده سنت جوسان ميلة Yani xuddan bir hür ayol bilan nurg'ulg'an dedekni tang baravar qilgandek ko'rinadi. Fawahida aw, Sawwa fil yusri tasarrib. Sawwa fil tasarrib bo'lish kerak. Demak, bir hür ayolni nikohlab olish bilan at-tasarri bil ima, sariya dengizgan qul cho'risi qilib uningda o'zirinish ta sanchaklarimiz qilmagan ma'aholni tanglashtirib qo'ygandek qildi. Yusr degan birga shuni bir xatolik bo'lishi mumkin. Nima uchun bunda nurg'un cho'rlar bir hur ayolga tangdek bo'lib qoldi. Nurg'un cho'rlar albatta bu ayolning nasra bilan sanji qo'ygan ekan. Chunki nur ayol ishbetlik qilgan ekan. Nur ayol degan unda bu matros cho'ng, nima? Hamma tarafdan. Hurriyat degan bu katta narsa. Ondan ko'pincha nurg'un dedeklardan foydalanganlar ulardan farzand ko'rishni xohlamaydi. Nur ayoldan farzand ko'rish normal. Ammo lekin dedeklarga kelganda azliq qilishdi.
ruhsatsiz azizlik qilish bo'ldi-ku. Hurayaldan ruhsatsiz azizlik qilish bo'lmaydi. Davomike yana ma Hurayal ashuni biz tarafdan tanishib qoldi. Nur buni olsa ma birse ashuni tetiydi degandek tanishib qoldi. Biz hozir endi direktlar. Ha, direkt yo'q endi. Bo'ldi deb qarab qo'ysa, hamma sekinlandi. Direkt degan nima yo'q endi. Mumkin bo'lmaydi endi. Yani dedekli burun battı. İslam kelgandikken azatlı hürriyet perver dini olgan diken mümkün kadar aşını azatlık yarıştırımızda müşterip takip manda. Keyin zaman ötap nukan diken halkaradaki insanlar cemiyette havu deyişip Cenva kirişimi imza koyuyorsun ama. Cenva kirişimi mi? Kulluk tüzümü boldu tügüde halas diken Müslümanlığın zonga birinci ağız katılgalı şu. Yani şu çağdaki Müslüman devletler imza kıldı zaman Qilganikan biz birinchi o'ylab uni paydo qilgan bo'lmaymiz. Zurriyat parvar bo'lganlik. Bunda qulluq tizimi kelmas ketdim. Endi ba'zi deyishim kerak bu imzo qilib inqom bilan Qur'onning hukmi bu Rasululloh undan qilgan biz shuni hisob qilamiz. Ha desa, bu chog'da talash bo'lgan ekan qanday qilgandi? Imom ahli hil aqdini aqsaqlarni yig'ib ulamoni qara qilinglar degan. Ular yig'ilib bir qaror chiqarsa, shu imomning belgilab bergan yo'l bo'yicha chiqqan qonun bo'yicha bitirib Zalika adna alla ta'ulu. Aşo yani bir xotin va nikohlanish bilan yoki at-tasarriman, yusr degan balki mustasarri bo'lishi mumkin. Nurg'un dedeklar bilan bilolash yoki bir hur xotinni nikoh elish ishi adna alla ta'ulu. Zulm qilmasliklaringa yaqinroqmi shu? أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا يقال عال الميزان عولا إذا مال وعال الحاكم في حكمه إذا جار لغة مشنا ميل جور ظلم يمان كلدو ميراث معول دباغو ويحكى عن الشافعي رحمه الله أنه فسر ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم عيال جن بالشقلا ديمزغو سل بقرغان بالشقلا köpüyüp ketmesliki üçün muş yaxşı degandek bunda tafsir qilib. Yani şu bir xotin bilan kifoyalansanlar yoki nurg'un dedek bilan kifoyalansanlar, nurg'un balchaqan va buni bexib bo'lanmay bunda kasal chiqmasligiga yaqinroq demoqchi ekan. Va ataradu alayhi bi annahu yuqalu fihi an mushu Imom Shafiyning tafsiriga e'tiroz bo'lib qoldi dedi. Nima desam ala yaulu aala yu'ilu degan bunda bir deyildigan ish bor. Aala yu'ilu. Bu balchaqlari ko'p bo'lib ketsa ala yu'ilu deymiz. Ammo ala yaulu bo'lsa bu mala yamilu degan ma'noda demoqchi ekan. Va ujiba bi an yuj'ala min qawlika ala ar-rajul iyalahu ya'uluhum ka qawlika manahum yamunuhum idha anfaqalayhim. İmam Şafii'ning qarash to'g'ri deganlar, yani bu mu to'g'ri bir qarash deganlar e'tiroz bildiruvchilarga javob berib, bu ala ar-rajul iyalahu ya'ulum. Bir kishi bolalarini baqdi degan so'z xuddi manahum yamunuhum. Ularga xarajat qilib berdi degan, ma'na yamun degan ta'minlab berdi deymiz-ku, ta'minat qilib berdi degandek. İda anfaqalayhim, yani pul xarjladi degan gap bu. Li'anna man kathura iyaluhu, chunki balchaqlar ko'p bo'lib ketgan kishi lazimahu an ya'ulahum. Ashular pul xarjlash bo'lmaydi. Va fi dalika ma yasub alayhi al-muhafaza ala hududil wara'i va kasbil halal. Endi ashjiq bolalarni beqish kerak bo'lgan ekan, ularni beqib qo'lanmay, maktab puli, doktor puli, bu puli deb ondan sap halol kasb bilan kifoyalanmay qilib, ancha sadaq ishni qilishga boshlab qoladi. Nima bolalarga beqish uchun pul yetkazib qo'lanmayman deb, u yerdan pul topmasam bo'lmaydi, bundan kirim qilmasam bo'lmaydi deb, ondan sal gumonliq ishni harommiki deb qolgan narsalarni ko'zimib bilan pul topishga tirishliga ahvoli bor edi. Doim natijada yani shu deraga bir taqaldi. وكلام مثله من أعلام العلم حقيق بالحمل على السداد. İmam Şafii'ne bu ilim peshvolardan, mashhur zotlardan biri bo'lgan ekan, buning so'zini to'g'ri chiqarish bu muvaffaq. Xatolashtirish to'g'ri emas. Wa alla yuzanna bihi tahrifa tu'ilu ila ta'ulu. Qo'shimda bir imomda tu'ilu deganni ta'ulu deganga bunda burmilib o'tadigan, bunda gumon qilsak bo'lmaydi. Kannahu salaka fi tafsir hadhihi kalima tariqatul kinayat. Xuddan bu İmam Şafii bu so'zni tafsir qilishda kinoya yo'lini tutgandek. Yani bir kinoya va demoqchidek, Yani kinoya hazır infaq so'zini ishlatdim ya dedi. Lekin ash infaqning lazim ma'nosini aytdi. Infaqning lazimini aytdi. Balchaqli jiqilib ketish. Nima? Undaki lazim ma'noni berib tafsir qilgandek. Lekin İmam Şafii lug'at shunaslarning birisi.
Arab tilida İmam Şafii'nin sözünü hüccet hesaplanılgan. Çünkü İmam Şafii 10 yıl Arablarning sahrasida Arab tili o'rgangan. İmam Malikqa shogird bo'lishdan ilgari 10 yil shu Arabiylarda aralashib, yashab ikki narsada mahir bo'lgan. Birisi Arab tilini to'liq egallagan, yana birisi o'qitishda. 10 pay o'qin assa, 10 payda tekizdan. O'zi ajabmi? Yo'q. Çünkü Arablarning da shariati Arablar, rasmiy Arablar boshqa narsaga ta'sir qilishmagan, chet ellikning ta'sir qilishmagan saf Arablar aralashib yashashdan farqi bor. Bunda Arab tilini pek bilan o'zlashtirdi. Bunun she'rlari, qo'shiqlari, hikoyalari aşan men o'tirib, cho'digan boshqa ish yo'q. O'taqda shu fransuz o'tirgan gap. Shunda o'rganadi. Shoir Shafi'i. Demak, Arab tilida bosh emas İmam Shafi'i. Nima İmam Nasafi'mi, o'zi Hanifi bo'lsa-mu, İmam Shafi'ni ona aqlab, buningda İmam Shafi'i unda xatolashtirib o'qish to'g'ri emas deb insofli gapdi. İda jaralgan Zulm qilsa. Zulm degan shu bir tarafga maylashdan kirib chiqadi. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.